Chizuvimizga 11-aprel 2025-yil sentrafugamizni o'zlari zakaz qilishdi. Shu Sovetga Toshkentga berdik. 4,5 metrli sentrafugamiz. Faqat bu palos uchun, palos yuvuvchilar uchun shulkamiz. Shol qilib bitkizib beryapmiz. Qolganlarini ham chiqarib yubordik. Xudo xolasa buni ham ertaga, xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Balonli qilib berganmiz. Bir kishi ham jildirib qo'yaveradi. Padushkali sizlarni ham padushkali ham qilib beraveramiz. Nihoyatda baquvvat bo'lyapti. Kilosi 2 tonnaga yaqin, 2 tonna tortganmiz o'zimiz. Nimalari, eshiklari nihoyatda baquvvat qilganmiz. Oldingilardan ko'ra ham baquvvat qilsadik, 10 likdan ikkita 20 bo'ladi. Eshigimiz 20. Ichi temirli qilib berganmiz. Temir ham zo'r. Nihoyatda baquvvat bo'lgan. Oldi, orqa 10 lik isda tayyorlab berganmiz. Turbalarimiz yangi bo'ladi, tashlaylik. Cho'tki qilib bitkizib beramiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, manzilimiz Marg'ilon akvapark oldida, yo'lda betida. Katollar ham qilamiz. Maktab, bog'cha, uylar uchun turbalarimiz yangi holatda bo'ladi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, palos uchun shulkalarimizni qilib beramiz. Bir yo'l rotori bilan qilib berganmiz. Komplekt. Mana turbalarimiz ham xohlasa yaxshi, yangi. Xonamiz. Bir yo'l kalaskalari bilan qilib beryapmiz. Ichkarida ham qilsak bo'ladi, katollar qilamiz. Katollarimiz bor, shuning uchun tashqarida qilyapmiz.